Sportni o'zi bu do'stlashishda. Musobaqadan keyin albatta o'zimga ko'proq do'stlar orttiraman va har doim gaplashib, muloqotda bo'lib turaman. Men Hilola Sobirova. Men hozir 25 yoshdaman. MMA'dan oldin boks bilan shug'ullanganman. MMA'ga 5 yil oldin kirib kelganman. 5 yildan beri MMA bilan shug'ullanib kelyapman. Men uchun eng qiziqarli joylari yutqizayotgan, mag'lub bo'layotgan jarayonida o'zini irodasi bilan yengib ketgan jarayonlari ko'proq. Oxirgi raunddagi oxirgi minutlarda yutib ketgan joylari juda ham qiziqarli men uchun. Men bu davlatga birinchi marta kelishim, bu davlatga, nafaqat bu davlatga, balki bu viloyatga ham birinchi marta kelishim. Shahari juda ham chiroyli. Men tug'ilgan joyim bir-biriga o'xshashlik bor, juda ham menga juda ham yoqdi. Vatanimni eslatadigan joylari juda ham ko'p. Bugun biz borgan manzara menga juda ham yoqdi. Juda ham chiroyli ekan. Bunaqa joylar meni vatanimda ham bor. Juda ham o'zimni vatanimni eslatdi. Xuddi o'zim vatanimdek his qildim o'zimni yurganimda. Xitoyga bez viza kirish men uchun juda ham qulay bo'ldi va kelajak yoshlarimizni ham sekin viza yo'qligi sababli hali Xitoyda juda ham ko'p musobaqalarda ishtirok etadi. Bu taraflama menga juda ham qulay, bu yoqdi. Men bu davlatga kelishimda bunaqa joyga kelib jang qilishimni bilmagandim. Menga juda ham atmosfera juda ham chiroyliligi har taraflama yoqdi. Noto'g'ri o'ylagan ekanman. Katta organizator va katta muhit, hamma har taraflama juda ham katta ekan. Kelajakda ham zo'r musobaqaga aylanib ketadi degan umiddaman.